Assalomu alaykum, hurmatli savoddoshlar. Bugun tunji qitimliq Sahya bilimlari universitet Uyg'ur o'quvchilar ilmiy muhokama to'g'ri yig'ini bilan jam bo'layotimiz. Yig'in kechtarab o'rinlashganligi uchun vaqt munosabati bilan boshqa gap o'ltamasdan yig'inning qisqacha tartibini tunishtirib o'taman. Yig'in plan bo'yicha 2 soat 11 gacha davomlashadi. Har bir kishi uchun 20 minut vaqt beriladi. Ondan başqa her bir kişinin leksiya tamamlangandan keyin 10 minut savol-javob, ya'ni savol so'rash vaqti beriladi. Ondan olsa yig'inni rasmiy boshlab ketsak, yig'inimizningki tunji bo'lib leksiya so'zlig'ichisi Nadiya temasi ming funksiyasidan foydalanib o'rganish qizg'inligini qanday oshiramiz. Nadiya qarindishimiz uluslararo fakultetida o'qiydi, ya'ni xalqaro meditsina kasbida bo'limida. Qanamizda Nadiya, marhamat. Assalamu alaykum, o'rtaq arzu bilan ilgilanayotgan kasbdoshlar. Hammalarning mush vaqt xeyirli bo'lsin. Bu yerdagi hammamiz har birimizningki meyli yashash hayotimiz bo'lsin yoki kasbimiz bo'lsin, eng yaxshi shaklda elib berish majburiyatimiz bor. Albatta biz hozirgi kelgusi o'zimizning o'rganish qizg'inligini, o'rganish unumini qanday qilgan oshirib bo'ladi degan tema to'g'risidagi video va leksiyalarni anglab keldik. Bugun men sizlarga o'zimizning kasb bilan munosabat bo'lgan miyning funksiyasidan foydalanib o'rganish qizg'inligini qanday oshirib bo'ladi degan tema to'g'risida slayd tayyorlab sunmoqchi bo'ldim. Bu slaydim orqali sizlarga boshqa bir nuqtadan o'rganish qizg'inliklarini yuqori ko'tarishga bir oz bo'lsa-mu yordamchi bo'la olsam, to'liq xursand bo'lman. Undaqda asl temamizga kirib ketsak, normalda o'rganish qilishni xohlamagan, hech qanday ish qilg'unga kelmaganlikdan, hatto bir kun, uda bir necha kun karvatdan qopmay, telefon qarab kunlarni o'tkazayotgan vaqtinglar bo'lishi mumkin. Shaxsan bu xil ahvol mendan bo'lib baqqan. Bu xil ahvollar burun bir odam bo'lganliklaringlardan emas, balki miyangdagi ma'lum bir rayonni yaxshi qo'llanmaganliklaringlardan yoki xato usulda ishlatganliklar sababidandir. Bugun sizlarga mush g'ururlikni miyangning funksiyasidan foydalanib qanday tugitadiganligimizni, mundaqcha aytganda, miyangning funksiyasidan foydalanib o'rganish qizg'inlikni oshirishdagi usullarni bir necha moddaga bo'lib turib so'zlab beraman. Miyamizda bizningki harakat va hissiyot jihatdagi inkosimizni setiladigan, tuyg'ularimizni kontrol qiladigan markaz bor. Bu markaz limbik sistem bo'ldi. Limbik sistem anatomik jihatdan bizningki miyani mid-sajidal qilib o'tirdan kesganda ko'ra olamiz. Bu asosiy bizningki ochiqlanish, qo'rqish, qayg'u, besim, harakatlantiruvchi kuch, o'rganish va asli saqlash qatorliq nurg'unlagan funksiyalar bor. Limbik sistem qiyin ishlarga yo'liqqanda ikki xil tanlashda bo'ldi. Biri qechish, yana bir bo'lsa to'xtash. Alayliq, kesib va ko'chada bir ketayotganliklarini bir tasavvur qiling, bundaq bir hodisaga yo'liqqanini tasavvur qilinglar. Yani bir tuyuqsiz paydo bo'lib qolganini tasavvur qilib baqaylik kechidagi vaqtda. Mush vaqtda bizningki limbik sistem maydonga kelib xizmat qildi. Limbik sistem bizni qoch yoki to'xtab bu itqa qanday qarshi turish haqida tanlashni qildi. Bu ikki xil tanlash bizga bizningki qo'g'dash asosida chiqarildi. Normalda ko'pincha vaqtlarda bizningki it bilan kurash qilgudek kuchimiz yo'qligini limbik sistem bilgachga bizni qo'g'dash uchun qechishdan iborat tanlashni bizga buyruq berdi. Mushunga o'xshash limbik sistem qila oladigan bir ishni ko'rsa, uni qilib kurash qilishni tanlaydi. Agar qila olmaydigan bir ishni vazifani ko'rgan vaqtda qechishni tavsiya qildi. Bu misol orqali limbik sistemninki bizning badanimizni, bizni qanday qo'g'daydiganligini jonlantirish uchun men sizlarga itning bir misolini olgan bo'ldim. Hammamiz o'quvchi bo'lganligimiz uchun men o'quvchilarga xos misolni olsam, normal hayotimizda qiyin imtihon qilgan ishimiz bo'ldi. Ba'zi vaqtlarda ilmiy maqola yozgan vaqtlarimiz bo'ldi. Mana mushundaq vaqtlarda o'rganish qilish ustunimizga o'tirganda yoki ma'lum bir ilmiy maqola yozish boshlagan vaqtimizda biz butun vazifalarni yoki planlarni bir yo'lda to'kilishni o'ylasak, bumi bizningki limbik sistemga belli darajada besim uchirtib, xuddi itning qovishini anglab qochqinimizga o'xshash, bu vazifalarni cho'ng ko'ksib, bu ishni qila olmaydiganligimizni his qilib, bu xil ahvoldan qechishimizga buyruq berdi. Shu sabab bilan bizningki qilmoqchi bo'lgan planlarimiz, qilmoqchi bo'lgan, yozmoqchi bo'lgan ilmiy maqolalarimiz hammasi keyinga surilib harakat o'tamaymiz. Ammo biz mishada yo'q, to'xta deb turib, bu biz damalliqqa itdan qechib qutulganimiz bilan, ammo kunlik hayotimizdagi bu ishlardan baribir qechib qutulmaymiz deb aqliy tafakkur qilib, buni qanday qilganda limbik sistemni to'g'ri xil holatda ishlata olamiz, qanday qilgan vaqtda mush qiyinchiliklarga dadillik bilan yuzlana olamiz deb o'ylashimiz kerak. Buning birinchi xil usuli qilmoqchi bo'lgan ishlarni kichik parchalarga, kichik bo'laklarga bo'lib olish. Masalan, biz bir haftadan keyin so'zlaydigan ma'lum bir suhbatga video tayyorlash uchun bir yo'lda qilishni o'ylasak, bu balki bizga ta'sir bo'lishi mumkin. Ammo biz bu qilmoqchi bo'lgan ishni, bu videoni bir haftaning ichidagi
bir neçə kunlar bölüp, məsələn, həftənin avvalғы 2 gündə muş tema toğrusida bir material görəşkə ajratqan bolsaq, muş həftənin içindəki oturdakı 2 gündə bolsa, muş material asasında slayd tayyorlashga hazırlagan bolsaq, oxirdagi 2 gündə bolsa, video tartib, tahrirlashga ajratsaq, 7-ci günə kelgan vaqtida bizningki tayyorlamoqchi bo'lgan, bizga bu qiyin ko'rsatilgan bu video tabiiy va o'zligidan hozirlanib qoldi. Undan boshqa, masalan, biz Qur'on yodlashni hamma odam tez deb qaraydi. Tez deb qarag'achqa boshdan bu ishga hech bir qo'l tiqishga, bu Qur'on yodlashga kirishamaydi. Agar biz bu Qur'on yodlashini kichik parchalarga, har kunga, haftasiga azroq-azroqdan o'zimizga plan qilib olsak, ya'ni limbik sistemimizni bizning miyamizga limbik sistemni tahdid deb o'ylamay, limbik sistemga besim qilmay, uni o'zimiz kichik parchalarga bo'lib olgan vaqtda darhol harakat etishimizga yordam berdi. Bu xil ahvollarda biz o'zimizni sezmagan holda texnik ilgirlab qolamiz, bizningki qilmoqchi bo'lgan nishonimizga yeta olamiz. Shunga o'g'nish qizg'inlik bo'lmasligining sababi o'zimizningki vurullig'imizning emas, balki bizningki badnimizga limbik sistemning xususiyatini to'g'ri tushunib, undan to'g'ri foydalanmaganligimizning sababidir. Ikkinchi xil omilimiz bo'lsa, bizningki qilmoqchi bo'lgan ishlarni osonlikdan qiyinga qarab turib hal qilish. Normalda ko'pinchimiz yangi kunga boshlaganda qiyin deb qaralgan ishlarni avval tugutib etishni o'ylab qolamiz. Mana buning ichida o'g'nish qizg'inligimiz yo'q vaqtida yoki o'g'nish qizg'inligimiz tuvan turib, tez ishni boshqa qilishni planlasak, limbik sistem bu ishni qiyin ko'rib boshdan voz kechishimizga sabab bo'ldi. Shuning bilan tuzgan planlarimizning hech qaysini qilolmaydigan ahvollar ko'rilib qoldi. Shunga o'g'nish qizg'inligimizni oshirish uchun avval qiyindan osonga emas, balki osondan qiyinga qarab turib boshlashimiz kerak. Bu xil ahvolda biz har bir ishni bitirgan vaqtimizda miyamizda dopamin ismli xushallik hormoni ko'p ajrilib chiqildi. Bu ajrilib chiqqan hormonning turtkisida biz xohlab-xohlamay harakatlantiruvchi kuch kelib, bir kunlik plan qilgan ishimizni qadam-qadam o'ngishli holda tugatib olamizda o'zimizga bo'lgan ishonch texim oshadi. O'zimizni texim yaxshi his qilib, o'g'nish qizg'inligimiz yuqori ko'tarildi. O'g'nish qizg'inligimizning yuqori ko'tarilishiga sabab bo'lgan 3-chi xil omil bo'lsa, o'rin almashtirish. Turklarningki bu o'rin almashtirish yo'qsa, bundaq bir maqol tamsilini anglagan bo'lishinglar mumkin. Tabdiliy makonda farahlik vardır. Ya'ni o'rin almashtirishninki unum bo'lganligi, insonga bir xil rohat berganligi to'g'risida bundaq maqol tamsillarni anglagan bo'lishinglar mumkin. O'rin almashtirishninki ilmiy tadqiqotlarda qandaq bir asosi bor? Bu to'g'risida ko'rib boqaylik. Ilmiy tadqiqotlarda bu xil usul to'g'risida bundaq tushuncha bergan. Miyamizda 2 ta muhim markaz bor. Ularning birisi hipokampus, yana bir bo'lsa nucleus accumbens. Hipokampus miyaningki medial temporal lobusga, ya'ni medial temporal lobusniki ichki qismiga joylashgan bo'lib, uning asosiy o'g'inish, uzun mezgillik es saqlash roli bor. Nucleus accumbens bo'lsa mukofot markazi bo'lib, bizningki xushallik hormoni bo'lgan dopamin ajratib chiqaradigan bir yer. Bu hipokampus bilan nucleus accumbens orasida belgilik darajada aloqa bo'lib, hipokampus ilgari ko'rib boqmagan yangi narsalarni o'rgangan vaqtda nucleus accumbensga signallar beradi. Bu yerdagi nucleus accumbens xushallik hormoni bo'lgan dopaminni ajratib chiqarib bizningki xushal bo'lishimizga sabab bo'ldi. Mana shunday qilib biz o'z sezmagan holatda o'rin almashtirgan vaqtda o'zimizda bir xil huzurli bo'lgan ahvollar bo'ldi. Kunlik turmushimizga nazar soladigan bo'lsa, hayotimizdagi ongsiz holatda o'zimizning ba'zan istiq qilgan, o'g'nish qilg'imiz kelmagan, ashna ko'nglimiz yerim bo'lgan vaqtlarda biz bilan dengiz bo'yiga berib kelgan vaqtlarimiz yoki bo'lmag'ab qolsa yeshillik bir yerga berib kelgan vaqtlarimizda bizning o'zimiz sezmagan holatda bir xil bizda yangillanish, bir xil rohatlik tuyg'usi bo'lganligini o'zimizni his qilib boqqan bo'lishimiz mumkin. Va yoki mush kasallik mezgilda sirtga chiqolmagan vaqtlarda biz bir uydan yana bir uyni almashtirish yoki o'g'nish ustimizning o'rnini almashtirish yoki o'g'nishdan charchagan vaqtda bir oshxonaga kirib bir stakan suv yoki bir stakan qahva ichishimizning bizga qanchalik rohatlik berdi. Buni o'zimizning hayotimizdan har birimiz balki his qilib boqqan bo'lishimiz mumkin. Amaliyotda bu bizningki mushu hipokampus bilan nucleus accumbensningki bir-biri bilan aloqa o'rnatib, bir o'zimizningki xushallik hormonini ajratib chiqarishimizga sabab bo'lganlikdan o'rin almashtirishninki bizning hayotimizga o'g'nish qizg'inligimizni yuqori ko'tarishga sabab bo'lishdagi bir omil hisoblanadi. Undaq bo'lsa, biz ham 4-chi xil usulga kelsak, bizningki o'g'nish qizg'inligimizni oshirish sabab bo'lgan 4-chi omil bo'lsa, atrofimizga tirishchan o'quvchilarni shakllantirish yoki tirishchan o'quvchilar bilan bir guruh qurish. Balkim buni har birimiz hozirgacha bo'lgan o'qish hayotimizda tajriba qilib boqqan, unumini his qilib boqqan bo'lishimiz mumkin. Chunki bir guruhninki o'g'nish qilish bilan yolg'iz holatdagi bir insonning o'g'nish qilishi o'xshamaydi va shundaqla har bir inson o'xshamaydi. Ba'zilar yolg'iz o'g'nish qilganda bakroq unumini ko'rish mumkin. Yana ba'zilar bo'lsa guruhda unumini o'g'nish qilish mumkin. Mening endi bu yerda demoqchi bo'lganim,
çoxum bir gruppa qilsangiz texim yaxshi önümge erişələysiniz deməkçi emas. Bəlkə sizin ətrafınızdakı insanlar, tirişçil insanlar bolsun ki, ular sizə aktiv energiya taqasın. Çünki sizin öyrənişdən sizni yiraq tatıdığan, yön tamaşa degəndə aşının oxşaydıgan, yaman işlərə yetəkləydigan insanlarla birlə bolsun. Siz hər qancha öyrəniş qılma, tirişmə desingizmi, o yolğa kirib bulanmaysınız. Öyrəniş qızğınlığınız iş bulanmaydı. Yəni çoğlarning bu to'g'risida mundaq bir maqol təmsil var. Qazan uyuluqsan, qarısı yaman uyuluqsan, yarısı degəndə. Bu resimni ko'rib o'tganimizda bir mushuk əsnəsə bizningmi bir əsnişimizə təsir ko'rsatdi ətrafımızdakı adamlar. Bu əməliyyatda bizningki miyamizdə, çoğ miyamizdə lobus frontalis, gyrus frontalis inferior və parietas inferior joylashgan ayni neyronlar bo'lib, bu ayni neyronlar bizningki yanimizdagi birisi ma'lum bir harakatni qilsa, bizningmi tabiiy shu harakatni qilishimizni turtki bo'ladigan hujayralardir. Bu hujayralar odatda qarshi tarafimizga inson asnisa bizning asligimiz kelgan. Bizdan paranglashib o'tirib telefon qarasa, bizmi his qilmagan asosda telefon qarab qolgan yoki agar qarshimizga odam kitob o'qigan bo'lsa, bizmi his qilmagan asosda shu odamdan ta'sir uchrab bir neyron hujayralar bizning badanimizga neyron hujayralarning bir-biridan signal asosda bizning kitob o'qib qilishimiz sabab bo'lgan hujayralardir. Shunga bizning atrofimizga bir odamning o'ylagan ijobiy tafakkuri o'zimizni his qilmagan asosda bizga ta'sir qildi va shundaqla u odamningki boshqa bir yomon bir tafakkurlarimizga mush ayni neyronlarning turtkisida ta'sir bo'ldi. Bizning islom dinimizmi jamoatning ta'kidlanishi mana mushunga kelib chiqqan. Chunki jamoat bo'lgan vaqtimizda jamoat namozi, jamoat bilan ittifoq turish, jamoat bilan ro'za tutish bular bizni texim taqvoliq elib bordi. Chunki biz qarshi taraf insonning ixlos xushi bilan namoz qilishini ko'rgan vaqtimizda miyamizdagi ayni neyron hujayralarning funksiyalari asosida o'zaro aloqa o'rnatib, qarshi tarafimizga odam qilgan harakatni, o'xshash harakatni qilishimizga turtki bo'ldi. Shunga bizning atrofimizda mushunda tirishchan insonlar bo'lsin, shu tirishchan insonlarning ta'sirida bizmi ulardan aktiv energiya elib, ularning ta'siriga, ular ijobiy fikrlar, ularning tirishchanligi, o'rganishga bo'lgan qizg'inligi bizga o'zimiz his qilmagan shaklda ta'sir qilishi sababmi mush bizning miyamizdagi ayni neyron bo'lganlik sababidandir. Agar siz yolg'iz holatda tirishayotgan bir o'quvchi bo'lgan bo'lsangiz, yaningizga tirishchan o'quvchilarning guruhini shakllantiring. Agar yo'q, men o'zim yolg'iz holatda o'rganish qilib bo'lmayotganman, yolg'iz holatda bu yo'lni davom qilib bo'lmayotganman desangiz, cho'qim atrofingizga mushunaq tirishchan, o'rganishga qizg'inligi va pilonliq o'quvchilarni yaningizga to'plasangiz, sizmi ularningki o'rganish qizg'inligi asosida tabiiylam o'rganish qizg'inligingizni oshirib qolasiz. Olimlar bu vaqtda mundaq degan, bir odamning miyasi atrofidagi 5 odamningki 5 odamning javhiridir degan. Ya'ni miyamizning sifatlik yoki sifatlik emasligini hukm qilishda atrofimizda yaqin aralashgan 5 odamningki miyasi qarsak, ular qarsak bo'ldi. Normal kundalik hayotimizda agar men o'rganish qizg'inligimni oshirmay deyotganman, yaqin aralashgan odamlarga diqqat qilishim kerak. 5-inchisi o'zimizningki nishonni aniq bekitib olish va bu bekitib olgan nishonlarni pat-pat o'zimizga eslatib turish va plansizlikdan uzoq turish. Endi bu yerdagi bu bizningki miyamiz bilan qanday munosabat bor deganda, bizningki miyamizda nerv hujayralar bo'lib, bu nerv hujayralar bilan bir-biridan natijaga bog'langan nishonni bir aniq bekitgan vaqtimizda bu nerv hujayralar bir-biridan aloqa o'rnatib bizga pat-pat bu nishonlarni eskartib turdi. Plan tuzish, bu plan yashash to'g'risida yaqinqi zamonda har xil tarjim kitoblar, vaqt qo'llanmasi qatorliq foydali materiallari ishlanib, bizga xalqimizga sunildi va ko'plagan yoshlar buning foydasini hayotiga qo'shgan, to'psini his qilib yetgan bo'ldi. 24 soat hammamizga adil shaklda taqsim qilingan. Bu vaqtda unumli foydali harakatlantirish bizningki ixtiyorimizga berilgan bo'lib, buni bizning miyamizningki funksiyasi belgilaydi. Kesib tutuq qozongan hayotida nodir izlarni qoldirib ketgan mutafakkir olimlarning hayotiga nazar soladigan bo'lsak, ularningki plansiz yashashini ko'ra olmaymiz. Shunga bizmi bizning badanimizdagi mushu nerv sistemamizdagi nerv hujayralariningki bir-biridan signal o'rnatib harakatlantiruvchi kuchga kelgan vaqtda bizning badanimizmi o'rnatilgan o'zaro signalning ta'sirida, aloqaning ta'sirida bizning badanimizmi ash plan qarta tayyorlanib turdi. Ammo agar biz nima plansiz yashab, o'zimizni bir qilibning ichiga kirib olmay bir rohat bir yashab boqayli deb bunday yashagan vaqtimizda, plansiz bo'lgan vaqtimizda miyamiz nima qilishni bilolmay gangrab qoldi. Badanmi shuning qarta harakat etolmaydi. Shu ba'zi o'rganish qizg'inligi yo'q degan odamlarga nisbatan ularda belli darajada plan bo'lmaganlikdan, ya'ni aniq bir nishon turg'izilmaganlikdan miyami badanni uning qarta tayyorlanmagan, uning qarta harakat etolmaganligining sababi. Shu
özünki aniq bir nişan bo'lmaganligi va o'ziga buni eskertib turmaganligining sababidan o'rganish qizg'inligi tuvan bo'ldi. Odatda plansiz yashagan kishi planliq yashagan odamlarning kontrolida yashaydi. Shunga o'rganish qizg'inligimizni oshirish uchun eng avval o'zimizga aniq bir nishon bekitish va bu nishonlarni pat-pat eslatib turish va plansizlikdan yiroq turish kerak. Hamda 6-chi bizningki o'rganish qizg'inligimizni oshirishga 6-chi omil bo'lsa, aniq bir vaqt belgilash. Ko'pinchimiz normalda plan tuzmaymiz. Vaqtimiz bor, mana ata deb degandek az-azdan vaqtimizni isrof qilsangiz 5 minut telefon qarab yoki kichik birdam choy ichib degandek o'tirib, bilib-bilmay nurg'un vaqtimizni isrof qilib Shunga kichik o'tinlar birlashib, yolqin chiqarganga o'xshash, ko'zga ilmay isrof qilgan kichik vaqtlar vaqt kelgan vaqtimizda bizning shunday nurg'un istil oliy g'oyalarimizni ko'ydirib yetgan gulxonga aylanib qolishi mumkin. Shunga biz o'quvchi bo'lish suhbatimiz bilan dars stilimizning ustiga o'tirgan vaqtimizda o'zimizning oldimizda bir soatimiz bo'lsin, bir kronometr, ya'ni ta'til soat yoki qum soat bo'lsin. Qum soatni ta'til soatni boshlatib qo'yaylik. Bu boshlatgan vaqtimizda bizlar bizning o'rganishimizga ta'qil qilgan telefon, har xil zehnimizni chachadigan ishlarni bizdan uzoq qilib, butun diqqatimiz bilan belgilangan vaqtda men maishni qilib bo'lishim kerak. Men ma vaqtda mani qilib olmasam, yana bir ishimga ta'sir qildi deb turib, o'zimizga aniq bir nishon belgilagan vaqtimizda nishonimizni tugutish uchun harakat yutalaymiz va o'rganish degan bir narsaga harakat o'tishga sabab bo'ldi. Yani aniq bir vaqt belgilash bizningki o'rganish o'tishga sabab bo'ldi. Bizning o'rganish qizg'inligimizni oshirishga 7-chi xil omil bo'lsa, nishon o'ltirayotgan har birimiz o'zimizningki Sharq Turkistonlik bir yosh ekanligimizni va Sharq Turkistonlik bir Uyg'urga vakillik qilayotganligimizni unutib qolmasligimiz kerak. Biz butun Sharq Turkistonki o'qiyman deb o'qiy olmayotgan shu g'oyalar bilan, yuksak g'oyalar bilan yashab, g'oyasini tam shu turmining ichida qorong'ulikda sulvetgan shu yoshlarimizningki vazifasi unutib qolmasligimiz kerak. Har vaqt o'zimizga men bir Sharq Turkistonlik yosh, men xalqim uchun xizmat qilishim kerak. Men bu yerda o'zim uchun o'qimayapman, balki ash vatanki mening yeshimniki o'qiy olmayotgan va yoki meningki mush go'zal holatimni ko'rishni orzu qilayotgan ash qadrdonlarim uchun o'qiyapman degan ideyani har vaqt eslab turishimiz kerak. Mush ideyani o'ylab, qayta bir silkinib, o'rganish qizg'inligimizni texnik yuqori ko'taramiz deb o'ylayman. Endi kuchli musulmondan ojiz musulmon afzaldir yig'inchoqlab aytsak. Shunga biz birlikda kuchlanaylikki, hammamiz hamma yerda gapimiz o'tsin. Hammalarning anglab berganligiga rahmat. Bergan leksiyasi uchun Nadiya qarindishimizga tashakkur etamiz. Hozirgidek yani shukurlik qoplab ketgan hamma odam shukurlik qo'rshog'ida qolgan kunlarda iqomat qarshi qanday qilgancha o'rganish unumini yuqori ko'tara olamiz. O'sha haqda gayet ahamiyetli leksiya verdi Nadiya qarindishimiz. Rahmat bergan leksiyasi uchun Nadiya qarindishimizga.